Mana oddiy 5-blokda mana qarang. Matga joy mana kelyapsiz. Bitta urilganingizda favqulodda chiqish yo'li mana. Bitta doimiy chiqib bo'lmasa kerak. Favqulodda chiqish yo'llari juda ko'p. Juda shu narsaga e'tibor berish kerak ekan. Qo'ying. Qarang. Qaysi O'zbekistondagi maktabda siz ko'rgansiz bunaqa ochiq havodagi trenajyorni zalini? Qarang. Bu naryoqdan keyin ko'rsataman. Trenajyorni zalidan boshqa yana nimalari bor? O'yingohlari bor. Bolani sal chiniqtirib, u bola o'zi qiziqib, ko'rib, aylanib, qon harakatlanishi uchun o'zicha fantaziya qilib borib o'yinlari bor-da. O'yingohlari bor, o'ynab turib sal miyaga dam beradi-da, keladi-da, keyin o'qishni davom ettiradi. Qo'ying. Buni ikkinchi etaj. E'tiborli tarafi nimalari bor. Har bitta etajda lifti ham bor. Mana. Pasti cho'milish havzasi, ya'ni hovuzlari bor pastda. Yoshlar uchun, boshlang'ich ta'lim uchun, keyin bu yoqda o'rta yoshlilar uchun-da. Birinchi bitta videoda ko'rsatib o'tdik. Razivalkalari hamma yog'i ichida to'shago'ylarigacha. Bitta chiqasiz metr ustoz trenerlar turadi. Ustoz trenerlarning joyi, qarang. Ustoz xonasi mana shu bu yoqdagini kontrol qiladi. Bitta bu oynadan qaraganda bu tarafdagini kontrol qilib turadi. Mana dushovoy kabinasi, tualeti, hammasi. Ustozlar ham faqat o'zini ustida ishlab, faqat zo'r kadrlar tayyorlash uchun harakat qilish kerak. Mana hozir aytdi. Aktivniy zal. Bu mana qanaqa atmosfera. Dars o'tadigan professorlar ham mazza qilib borsa kerak. Hali to'liq bitmagan. Buni qarang, tabiiy yorug'lik tushishi uchun qanchalik e'tibor qilishadi ular. Mana. Svet yo'q holatda mana shuncha yorug'. Qoyil. Telefonim ham jihaz zo'r olmaydi-yu.